chiqaveradigan chiqib qo'ying. Soatimiz 10 bo'ldi. Endi malol kelmaydi degan umiddamiz, xudo xolasa. Mashhur aka. Lekin, aka kimsiz? Izzat qildi aka. Charchamasdan ishlaringiz yaxshimi? Jon Islom aka, ishlaringiz yaxshimi? Jon Islom aka. Aka, yaxshimisiz? Salom. Charchamasdan aka, ishlar yaxshimi aka? Jon Islom aka. Rahmat aka. Siz mashinangiz bor ekan, matizsiz aka, shuni bir proyekt bor edi. Shunga olib ketmoqchi edik aka. Shunga akamanda bilan akamlar bilan keldik, xudo xolasa. Mashina ancha eski ekan. Ha, inshaalloh aka. Chiroyli ko'rdik. Xudo xolasa aka. Chiroyli. Nima mumkin? Xudo xolasa aka. Shunga bir qator mashinani ko'rsatsak. Boshini chiqarsang-da aka. Salkam bir oydan beri proyektga Matiz istayapti, Mashhur akam tavsiya qilishdi. Xudo xolasa mashina juda ham bir koma holatda. Biz o'ylaganimizdan ko'ra ancha uringan. Xudo xolasa mashinani 0 dan 100 gacha qilib beramiz inshaalloh. Abdullo akam, bu yerda Javohir, Yahyo, xudo xolasa akalar ko'rsanglar bo'ladi. Bizga aytishgandan ko'ra ancha og'ir ahvolda ekan, to'g'risi mashina. Xudo xolasa Mashhur aka mashinani qanchaga bera olasiz bizga aka mashinani? Qancha bir muddatga endi aka? Tabi, tirikchilikdagi mashina ekan aka. Qancha tez Akalar, xudo xolasa mashinani ishxonaga ham olib kelib oldik. Endi akalar bilan bitta maslahatlashib, qaysi ishni birinchi boshlashni o'ylab ko'ramiz. Birinchi spiska qilamiz. Polni, xudo xolasa akalar spiska qilib nima qilinishini keyingi videolarda qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar. Kuzatib boringlar.